Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli obunachilar, ota-onalar, aka-ukalar, opa-singillar, yaxshimisizlar, salomatmisizlar? Inshaalloh hozir Madina shahrida Qubo masjidi to'g'risida video kontent qilishga harakat qilamiz. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam Madinaga kelganlarida shu yo'llarimiz joyga cho'kkan. Shu joyda keyin masjid qurilgan. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam masjidni poydevorini, fundamentini o'zlari quyib berganlar. Keyin sahobalar qurib bitirishgan. Bu joylarda aslida qadimda Qubo degan quduq bo'lgan ekan. Keyin Qubo qishlog'i bo'lgan. Masjidning nomini ham Qubo deb nomlashgan ekan. Hozir shomga yaqinlashib qoldi. Inshaalloh masjidning ichidan ham video kontent qilishga harakat qilamiz. Juda chiroyli qurilgan ekan masjid. Islom tarixidagi 4 ta qadimiy masjidlardan bittasi. Qur'onda Tavba surasida 108-oyatda ulamolar Qubo masjidi to'g'risida nozil bo'lgan deyishadi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam shanba kunlari yayov piyoda kelib 2 rakat namoz o'qib ketgan ekanlar Quboda. Zontlari ham ochiladi kunduz kunli. Masjid Nabaviydagi quyoshdan saqlash uchun zontlari ochiladi. Ziyoratchilar ko'p. Hozir azonga ham 5 minutcha vaqt qoldi. Pastda tahoratxonalar bor. Bemalol tahorat qilsa bo'ladi. Qubo masjidi to'g'risida Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan hadis bor ekan. Qubo masjidida o'qilgan namoz umrani savobini beradi degan hadis ma'nosidagi hadis ekan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allohumma solli va sallim va barik alayhi. Allohumma solli va sallim va barik alayhi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam tuyalari mana shu joylarga cho'kkanda shu joyda masjid qurilgan. Yana O'zbekistonlik hoji akalar o'tirishibdi. Alloh umralarni, haj amallarini bajarish hammamizga nasib qilsin. Yurtimizdan Alloh o'zi hifz va himoyasida asrasin. Umra ibodatlarini xayrli davom etsin inshaalloh. أشهد أن
Elhamdülillah. Qubo masjidida. Madinaga kelganda Qiblatayn masjidiga borsa bo'ladi. Juma masjidi bor. Qubo masjidi, G'amoma masjidi bor. Yomg'ir so'rab namozlar o'qilgan masjid. Juda ko'p qadimgi masjidlar bor. Kelganda shu joylarga kelib namozlarni o'qib, ajr savoblarni olish kerak inshaalloh. Alloh shu joylarga mushtoq bo'lib turgan barchani tez kunlarda o'zi chaqirsin, oson qilsin, yo'llarni ochib qo'ysin. Bizani hoca kere. Elhamdülillah. Allah hayırlı devam etsin. Dua qilayotgan duolarni mustajab qilsin. So'raganlarni Allohsini afzalini, oliysini bersin Robbimiz. Ancha istiqbolli Arabiston ham, Saudiya. Konditsionerlar hammasi ishlab turibdi mana. Yaxshi havo muzdekgina ichkarida. Qur'on o'qiyman deganlarga mana kitoblar tayyor turadi. Alhamdulillah. Oyoq kiyimli yetishga ham alohida mana bunaqa kichkina shkafchalar qilingan ekan. Esdalikga ko'pchilik rasmga tushib olishyapti. Mayli-da, esdalik bo'ladi. Odam xursand qiladigan hadisaga. Qubo masjididagi namoz umrani ajrini berar ekan. Ibn Majah sahih sanad bilan Ibn Majahdan ekan rivoyat qilingan. Madinaga kelganda shu joylarga kelib 2 rakat namozlar o'qish Alloh hammanglarga nasib qilsin. Masjid xizmatchilari baraka topishsin. Hamma qulay sharoitlar, nima kamchiliklar bo'lsa qarab turishadi. السلام عليكم شباب، حياكم الله، كيف حالكم؟ أوزبكستان طيبين؟ الحمد لله. أيوة ما شاء أوزبكستان. الله تبارك الله. جزاكم الله خير. بخاري عندهم ما شاء الله تبارك الله. bizani Buxoriylar deyishyapti. Alloh Buxoriyga munosib qilsin hammamizni. الله يا ولد. ليه؟ إن شاء الله.
Kunduzi mana bu zontlarni ochib qo'yishadi, chiroyli bo'lib qoladi. Lekin yozda juda issiq. Saudiya juda issiq. Haqiqiy tarix ekan, dekorativniy emas ekan. 50 gradus issiq bo'ladi yozda. Madinani issig'iga, sovug'iga chidagan degan gap ham bor. Sovug'i ham sovuq bo'ladi qishda. Yozda lekin rosa issiq bo'ladi. Ana ko'chadagi suv, ko'chada shani vodoprovod suv quvuridagi suvlar bor-ku, qaynab ketadi. Yuvinadigan bo'lsa, tashqarida shani ko'chalarda, xurmozorlarda kranlarning suvi shunaqa qizib ketadi. Birpas ochib qo'yish kerak. Bo'lmasa qo'lni kuydiradi. Alhamdulillah har bir holatga. Ventilyatorlar ishlab turibdi. Yashillikni, daraxtlarni juda ehtiyot qilishadi. Cho'l joylar bo'lsa ham, bu yerda ham shu obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish ishlari jadal suratda ketyapti. Bolajonlar o'ynab yurishibdi. Bolajonlar maza qilishyapti. İnşallah keyingi video kontentlarda Qiblatayn masjididan olishga harakat qilamiz. Qiblatayn masjidi bor Madinada. Ikki qiblali masjid deyiladi. Qibla alishgan o'sha paytda oyat nozil bo'lgan. Qibla alishgan. يا اخي اطلع من المسجد سيده صح؟ Qibla Masjidul Aqsoga qaragan bo'lgan. Keyin Alloh Ka'baga qarab namoz o'qishga amr qilgan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga. Shuning uchun Qiblatayn deyiladi. Bular baraka topurlar doim tozaligiga qarashadi. Mana masjidda xizmat qiladigan boladan iltimos qildim, 2 daqiqa bo'lsa ham masjid to'g'risida. Assalomu alaykum, masal xayr. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء النور والسرور، أهلا وسهلا. أهلا بك. طبعا هذا مسجد قباء حيث النبي عليه الصلاة والسلام مهاجر من مكة إلى المدينة، فبنى ووضع أول أحجار هذا المكان وتموها من بعده الصحابة رضي الله عنهم. الصلاة في هذا المسجد تعادل أجر عمرة إن شاء الله كما هو واضح في الحديث. طيب. من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة إن شاء الله. بارك الله فيك. جزاك الله خير أخي. أهلا وسهلا. أهلا بك. وعليكم السلام ورحمة الله. Birinchi masjidlardan dedilar. Kim tahoratlarni mukammal qilib, usul qilib kelib, 2 rakat namoz o'qisa, umraning savobini oladi degan
mazmundagi hadis bor dedilar. Yaxshi arablar. Yo'demaydi yordam kerak bo'lsa. Ziyoratchilar rosa ko'p. Bular arab davlatlaridan bo'lsa kerak bular. Arab davlatlaridan ekan bular. Juda chiroyli joylar. Fonlarni ham bularni nima deydi? Buni landshaftni dizayn deydimi? Tushunmayman, u yaxshi. Shu fonlarni chiroyli tanlashadi. Kech payt yaxshi shaboda bo'lib turibdi. Zo'r havo bor. Qubo masjidi qurilgandan keyin asrlar davomida Usmoniylar tomonidan, keyin boshqa o'sha masjidni ta'mirlagan insonlar tomonidan qayta qurilib, oxiri Saudiyada, Madinada mana shu holatga kelgan ekanda. Oldin endi albatta boshqacharoq ko'rinishda bo'lgan. Keyin asrlar davomida ta'mirlab, ozgina o'zgartirishlar qilib, kengaytirib shu holatga keltirilgan. Bular Jazoirlik ziyoratchilar bo'lsa kerak. Jazoir. Hurmatli obunachilar, Alloh hammanglarni tez kunlarda o'zi chaqirsin, baytiga chaqirsin, Makkaga, Madinaga kelib shu joylarda namozlar o'qishni, yurtimizni, vatanimizni, ota-onalarimizni, aka-uka, jigarlar, farzandlar, do'stlar, qadrdonlarni duolar qilishi Alloh hammanglarga nasib qilsin. Robbirhamhuma kama robbayani saghira. ربنا ارحمهم كما ربونا صغارا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومغفرته.